Hozir men nima desam ekan, majbur bo'lyapman-da shu yegan ichgan narsani ko'rsatishga. Chunki ko'pchilik yozadi, giyohlar bilan ozdirasizmi yoki har xil dorilar qo'shasizmi yoki batlar bilan ozdirasizmi? Xullas umuman nima bilan ozdirasiz degan savollar bo'ladi. Shu uchun o'zimni pitaniyam, ya'ni nima yeyman, nima ichaman, shu narsalarni ko'rsatyapman. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish qoidalariga rioya qilaman. To'g'ri, goh paytlarda bu narsa, ya'ni menda ham bo'lib turadi buzilishlar, ya'ni shirinlik yeyishlar, kechki paytga buzilishlar. Ideal odamni o'zi yo'q. Hammada ayb bor. Shu uchun hozirgi paytda marafonimga qabul davom etyapti. Bir oyda siz bemalol 8 kilogramdan 10 kilogramgacha ozishingiz mumkin. Atigi 33 ming so'm skidka narxida qizlarjonlar, shuning uchun joylar soni chegaralangan.